Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xo'p, regel usulini regellar haqida bitta qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Mana buni ko'radigan bo'lsak, bu bitgan binoyimiz bitib bo'lgan. Regellarda hech qanaqangi yoriq yoki boshqa narsalar yo'q. Lekin binoni ishlash funksiyasi o'zgarganligi uchun biz qo'shimcha, ya'ni regelni yuk ko'tarish qobiliyatini mustahkamlash uchun, ya'ni oshirish uchun qo'shimcha tarzda mana shunaqangi ugonliklarni svarka qilib, qo'shimcha xullas yuk ko'tarish qobiliyatini oshiryapmiz. Burchaklarda zakladnoy detallar bor. Mana shu holatda mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, bitta ugonliklarimiz 75 lik ugonlik, stenkasi ya'ni qalinligi 6 millimetrlik ugonligimiz. Endi mana zakladnoy detallariga qaraydigan bo'lsak, kolonnaga mana shu burchak qismi yopishtirilgan va mana tepaga chiqib turib, mana bu joyda ikkiga qayrilgan joyi bor. Mana bu tarafga burchakka yopishtirilgan va buni loyiha bo'yicha qilinyapti. Mana bu joy mana tepadagi regelga qotirilgan yana bitta zakladnoy detal, bu taraf ham xuddi shunday, ya'ni bir xil tarzda ketyapti. Mana shu holatda. Agar kimdir regelga shunaqa mustahkamlik qobiliyatini oshirmoqchi bo'lsa, xuddi mana shu stildan foydalanishi mumkin bo'ladi. Endi mana shu joylar har 1 metrda mana o'rtasiga bitta ikkita ugonlik, mana yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsa, ikkita ugonlikni mana shu holatda svarka qilingan. Mana yon tomondan ham ko'rishimiz mumkin. Ikkita ugonlik, hamma liniyalar bo'yicha ikkita ugonlik tortilgan. Mana shu holatda. Mana bu qo'shimcha o'rtasiga qo'ygan zakladnoy detallarimiz ham har 1 metrda qo'yib ketilgan. Mana keyingisi va o'rtada hammasi birlashgan joyda yana zakladnoy detalimiz bor. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha obuna va like albatta esingizdan chiqmasin.